Assalomu alaykum. Men Ramsdagi kelishimdan maqsad Tojikiston davlat pedagogika universitetini tugatib keldim O'zbekistonga. Ishlamoqchi edim. Ishlash uchun bir nechta joylarga murojaat qildim. Mendan diplomingizni nostrifikatsiyadan o'tkazganmisiz deb so'rashyapti. Nostrifikatsiya nima? Shu haqida ma'lumot bera olasizmi? Nostrifikatsiya bu xorijda olingan diplom yokida attestatning O'zbekistonda rasman tan olinish jarayoni. Ya'ni chet elda o'qigan talabaning ta'lim hujjatlarida milliy standartlarga moslashishni tekshirish va rasmiy tasdiqlash tartibidir. Bu test kimlar uchun? Bu test asosan chet davlatida o'qib kelgan, ammo O'zbekistonda o'qishni davom ettirmoqchi bo'lgan yokida ishlashni xohlagan talabalar uchundir. Test shakli qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Nostrifikatsiya imtihoni odatda yopiq test, savollar, profil yo'nalishiga oid bilimlarni baholash va ayrim hollarda intervyu yoki qo'shimcha tasdiqlovchi savollar shaklida o'tadi. Tushunarli. Nostrifikatsiya kurslari necha oy davom etadi? Bizning markazimizda tayyorlov kurslari odatda 2 yokida 3 oy davom etadi. Bu vaqt mobaynida talabalar test mazmunini, uslubini, yo'nalish bo'yicha zarur bilimlar bilan ta'minlanadi. Qaysi davlatda o'qib kelgan talabalar nostrifikatsiya imtihonidan o'ta oladi? Juda ham yaxshi savol bo'ldi. Barcha chet davlatlarida o'qib kelgan talabalar qaysi davlat bo'lishidan qat'iy nazar albatta nostrifikatsiya test sinovidan o'tishlari zarur. Ramsdagi bilan rus tili yo'nalishida yana nimalarga erishsa bo'ladi? Ramsdagi rus tili bo'yicha grammatika, lug'at boyligi, og'zaki va yozma nutqni rivojlantirish hamda gapirganda o'ziga erkinlik va ishonch bilan gapirishni ta'minlab beradi. Rahmat sizga, savollarimga to'liq javob oldim. Agar siz ham diplomingizni nostrifikatsiya testidan o'tkazmoqchi bo'lsangiz, Ramsdagiga murojaat qiling.